Buxoro shahrida ilk bor tashkil etilgan Voice Up 2026 inklyuziv oromgohi yoshlar uchun chin ma'noda yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Mazkur loyiha ishtirokchilarining bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularni zamonaviy g'oyalar sari ilhomlantirish, shuningdek, o'zaro do'stlik, hamjihatlik va inklyuziv muhit tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim platforma sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jarayonlardan muxbirimiz xabar beradi. Voice Up 2026 inklyuziv yoshlar oromgohining tantanali ochilish marosimi ko'tarinki ruh va unutilmas taassurotlar ostida bo'lib o'tdi. Mazkur oromgoh davomida ishtirokchilar turli treninglar, uchrashuvlar, madaniy tadbirlar va foydali loyihalar bilan qamrab olindi. 3 kun davom etadigan ushbu oromgohimizda 56 nafar viloyatimizning barcha tuman shaharlaridan tashrif buyurgan yoshlar, xususan nogironligi bo'lgan yoshlar o'zlari inklyuziv loyihalar bilan ishtirok etishmoqda. Va loyiha davomida taqdimotlarda shunga amin bo'lyapmizki, yoshlar mana shu jamiyatdagi inklyuziv muammolarga, nogironligi bo'lgan shaxslarni, masalan, qaysidir bir jabhada to'siq bo'layotgan muammolarga befarq emas. Ta'kidlash lozim, bu yer shunchaki dam olish maskani emas. Bu yer bolalar kambag'alligiga qarshi kurashadigan, inklyuziv jamiyat quradigan va ijtimoiy lift mexanizmlarini ishga tushiradigan real yechimlar fabrikasi bo'lib, 56 nafar yoshlar o'zlarining muhim tashabbus va g'oyalarini ilgari surish, uni mustahkamlash va amaliyotga tatbiq etish uchun yaxshi imkoniyat maydoni bo'ldi. Men o'zim sportchiman. Sport markazi, o'zim qishlog'imda sport markazi ochish. Bunda men yoshlarni jalb qilishim va ularning bandligini ta'minlashim, ular bilan birga shug'ullanib, birga rivojlanishim, ularga har tomonlama yordam berishim. O'sha loyiha bo'yicha men shu yerdaman. Nasib bo'lsa, men shu loyiha bo'yicha yaxshi, bundan yuqori natijalarga erishaman deb o'ylayman. Taassurotlamanda juda ham ulkan, juda ham yoqdi. Hamma teng, hammaning huquqi teng, hamma bir xil. Nima deydi? Hammani bir ko'zda ko'rish deydi-ku, shunaqa juda ham ajoyib, juda ham yoqdi. Hamma ayniqsa o'sha alohida ishlash, hammani fikri bilan qiziqish, hammani o'sha nimaga qiziqadi, qanaqa kuni o'tadi, nimalar bilan shug'ullanish haqida so'ralganlar, hammasi juda ham ajoyib. Ishtirokchilar uchun tashkil etilgan trening va psixologik sessiyalar yoshlarda yangi bilim hamda muhim ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qildi. Treninglar davomida yoshlar bilan interaktiv usullarda ishlanib, ularning fikrlash doirasini kengaytirish, o'zaro muloqot va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Voice Up 2026 oromgohi doirasidagi bunday treninglar yoshlarning har tomonlama yetuk, faol va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.